Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Mana bu kurkalarimizni tayadan jo'jalarni terib olish jarayonini sizlarga ko'rsatib video qilib, jo'jalarimiz mana iyiniga ham kurkalarimiz ochyapti. Ko'rsangiz chiroyli yo'nalishga ketyapti zakonni. Mana hozir ochgan jo'jalarni yangi tuxumdan chiqqan holatini sizlarga video qilib parranda boqayotgan ashaddiy muxlislarimizga, ashaddiy parranda ishqiboz, parrandaga qiziqayotgan aka-yu opa-yu barcha singil tog'a jiyan hammalaringizga mana shunday parrandalarni ko'paytirishlaringizni tavsiya etaman. Parranda har doimgi videolarimga aytib o'tib ketganman, 7 xazinani biri deb bejizga aytilmagan. Nasib bo'lsa shuni boqqan odamni birontasi kam bo'lmaydi. Mana jo'jalarimizni hozir olib bismillah deb mana bitta manaki ikkita yangi tuxumdan hali yorib chiqqan qurimaganlari ham bor. Mana hali qurishga ham ulgurmagan ustichalar zo'rg'a oyoqqa turibdi. Buni hali olmaymiz, bu qurishini onasida hali tuxumlar bor. Tuxumni choqilganini olib taylaymiz. Ikkita bo'ldi. Uchta. Bu ham bir Xudoning mo'jizasida mana 4 ta bir tuxumdan yaratilgan bir mo'jizada bu ham. Xudoning qo'lida hamma narsa. Sababchi mana shu kurkani ochib chiqishiga kurkamiz sababchi. Tuxumni Xudo shularga yaratib bergan. Shuni tug'ib, ochib chiqib, katta qilish, parvarishlash parrandalarimizni. 2 kundan beri kurkamizdan jo'ja teramiz. Mana kulsivitli jo'jachamiz. Hali yana ochilayotgan tuxumlari tayyor. Mana hali bundan jo'jacha chiqibdi, hali qimillab turibdi. Chipillab. Mana shunday holatga tuxumdan cho'qib chiqadi. Mana yaqindan ko'rishlaringiz mumkin. Qimillab turibdi jo'jachasi. Ana shuni biron soatcha yorib chiqadi. Harakat qilib turadilar, cho'qib ochib chiqadilar. Kecha 9 ta jo'ja oluvdik. Tayyor. Og'zi 3, 6, 8 jo'ja bilan 9 ta jo'jamiz bilan 8 ta tuxum, bitta jo'ja qolibdi. 9 ta olib ketayotgan jo'jalarimizning soni mana 1 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta, 9 ta. 9 9 18. Tayrak 9 ta tuxum bilan 27 ta, 30 ta tuxum tayyorladik. Uchtasini cho'qigan bo'lsa ham hozircha 19 ta jo'ja ochibdi. Mana endi mana shunday